Nodavlat universitetlari qanchalik o'zini oqlay olyapti yoki umuman necha foiz oqlay olyapti, qancha foizi yo'q? Bizning jamiyatda shunaqa bir tushuncha bor, ota-onalarda, ya'ni farzandim oliy ma'lumotli bo'lsin, diplomga ega bo'lsin, va borib davlatga ishga kirsin yo davlat ish bilan ta'minlaydi degan tushuncha borda. Lekin shunday ahvolda u xususiy universitetlar qayerdan topyapti kadr? Afsuski bizda professorlarni hech kim tanimaydi, vaynerlar taniydilar. Diplomini olmasdan turib 2-3 yilda o'qiyotgani hisobiga borib xohlaydi maktabda dars beradi, xohlaydi bog'chada dars beradi. Ikkinchidan biz iqtidorli va a'lochi talabani farq qilishimiz kerak. Bu sirtqi ta'lim aslida bu Sovet davlatidan qolib ketgan bir an'ana. Ayrimlar shunday vaziyatda yaxshi ishlaydi, lekin ma'noda yaxshi ishlamasligi mumkin. Bu birinchidan. Statistika qo'mitasini, soliq qo'mitasini boshlig'i aytdi, 120 ming talaba hali ham ishga joylashgani emas, ishsiz. Ya'ni raqamlar fojia aslida. Diplomga qiziqish eskicha qotib qolgan onalar Ota-ona iste'molchi sifatida farzandlarining kelajakka tayyorligini xohlaydimi yoki diplom olishini xohlaydimi? Agar men bilmadim, dunyo bo'ylab o'sha rivojlanayotgan davlatlarning 80% yoshlari umidsiz. Albatta biz butun dunyo hamjamiyatidan ajralib qolmaymiz. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Ziyo podkast. Biz bugun podkastimizni ilk sonini tasvirga olmoqdamiz. İlk sonimizni biz O'zbekistonda ochilayotgan xususiy universitetlar ta'lim yo'lidami yoki tijorat yo'lidami mavzusiga bag'ishladik. Keling endi mehmonlarimiz bilan tanishamiz. Birinchi mehmonimiz Toshkent Amaliy fanlar universiteti professori Baxtiyor Mengliyev, xalqaro ta'lim eksperti professor Azamat Akbarov va Ma'rifat gazetasi bosh muharriri Husan Nishonov. Mavzumizga qaytadigan bo'lsak, bugungi kunda xususiy universitetlar, umuman olganda nodavlat universitetlari kerakmi yoki yo'q degan savol ancha eskirdi. Rivojlangan davrda bu universitetlar albatta biz uchun kerak. Lekin yana bir savol tug'iladiki, bu universitetlar, ya'ni hozirda ochilayotgan nodavlat universitetlari qanchalik o'zini oqlay olyapti yoki umuman necha foiz oqlay olyapti, qancha foizi yo'q. Keling hozir shu masala bo'yicha suhbatimizni boshlasak. Nodavlat ta'lim muassasalarining ochilishi bu bozor iqtisodiyotiga o'tgan mustaqil O'zbekiston ta'limi taraqqiyotidagi muhim voqelik. Buni masalan nodavlat bog'chalar, nodavlat maktablar misolida aytadigan bo'lsak, ancha katta muvaffaqiyatlarga erishilyapti. Ularning natijalarini biz ko'ryapmiz va shundan keyin mana nodavlat universitetlar ham ish boshladi va qisqa muddat ichida uning qamrovi ancha kengaydi va O'zbekistonda ta'lim olishga qiziquvchi talabalarning ko'p sonini, miqdorini qamrab oldi. Ammo hali nodavlat universitetlari endi oyoqlangan qo'ziday diydirab harakat qilyapti va buni men aytamanki, shakllanish bosqichida bo'lganligi uchun hali ularning natijalarini baholashga hali vaqt bor deb o'ylayman. Endi hozir uni o'zini qay darajada oqlayotganligini aytish qiyin. Chunki buni o'rganuvchi maxsus organlar bor, komissiyalar bor. Qolaversa hali nodavlat universitetlari mahsulot chiqargani yo'q. Yetishtirilgan mahsulotlarga qarab universitetlarning faoliyatiga baho beriladi. Azamat aka, siz fikringiz qanaqa? Meni shaxsiy fikrim, ya'ni xususiy universitetlar ularga imkon berilgani bu katta bir yutuq. Chunki ta'lim bozorida o'sha raqobatni kuchayishi, ya'ni turli ta'lim tizimlarining O'zbekistonga kirib kelishi bu kelajakdagi o'sha yalpi ichki mahsulotga, iqtisodiyotning rivojlanishiga, davlatdagi o'zgarishlarga o'zini hissasini qo'shadi. Endi xususiy universitetlar qanchalik o'zini ko'rsata oldi yoki qanchalik bularning ochilishi to'g'ri yoki bular qanchalik jamiyatni ichidagi o'sha muammolarga yechim bera oladi, buni albatta shu universitetlarga o'z farzandlarini yuboradigan ota-onalar menimcha bu savolga javob bersa yaxshi. Hozir shunday bir davrda yashayapmizki, biz hali ham o'sha ya'ni 40, 50, 60 yil oldingi bir tushuncha bordi jamiyatda. Ya'ni oliy ma'lumotli bo'lish, diplomga ega bo'lish bu 100% ish bilan ta'minlanishi,
qandaydir bir kelajakda bir yaxshi hayotni yashashni anglatardi, yillar oldi. Hozir endi masalan o'sha raqobatbardosh bozor iqtisodiyotga o'tgandan keyin tadbirkorni, ish beruvchini bir masala qiziqtiradi. Ya'ni mana bu bitiruvchi mani muammolarimga yechim bera oladimi, yo'qmi? Shu qiziqtiradi. Ya'ni sizni universitetda o'qigan, olgan bilimlaringiz yoki amaliyotlar bu umuman diplomni ichida qolib ketadigan qanaqadir bir mavzu va kontent. Demak, xususiy universitetlar hozirgi davrda ba'zilarini ta'sischiklari masalan ta'lim tizimidan chiqmagan, ba'zilarini ta'sischiklari aytaylik buni qandaydir bir shaxsiy biznesga aylantirgan bo'lishi mumkin. Ba'zilari haqiqatdan ham ta'limga yondashib, men shu jamiyatga yillar davomida o'zi masalan talaba bo'lgandir, chet elda o'qigandir va qaytib kelsa, men ham vaqti kelib shunaqa universitet ochib, o'zi o'qigan, masalan, qaysi bir shahardagi universitetni 20-30 yil oldin kamchiliklarini ko'rib, o'sha kamchiliklarni tuzatib, men ideal bir universitet quraman deganlar ham bor bu ro'yxatda. Endi xususiy universitetlar dunyo bo'ylab aslida top universitetlar hisoblanadi. Ya'ni o'sha dunyoning top 100 talik universitetlari bu hammasi, ya'ni 80% xususiy universitetlar. Lekin bu xususiy universitetlar tijorat uchun yoki qandaydir bir maqsad uchun ochilmagan. Bu universitetlarni asoschilari juda boy insonlar va bular jamiyatga mani ham foydam tegsin degan maqsadda ochishgan. Ya'ni jamiyatga foyda deganda o'sha urushdan chiqqan yoki 100 yil oldin industrializatsiya davridagi kuchli mutaxassislarning yetishmasligi, boshqa maqsadlarda ochilgan universitetlar va bularning yagona maqsadi ta'limda ilg'or bo'lish kerak edi. Ya'ni bular fundamentini qo'ygandan shunaqa maqsadda ketdi. Lekin afsus bizda masalan ba'zi xususiy universitetlar bularda bu maqsad yo'q. Ya'ni bularda bu maqsad yo'q, chunki bularni binosiga qaraganda, ya'ni ilmiy potensialiga qaraganda, bularni qay darajada talaba qabul qilganligini qaraganda va boshqa indikatorlarga qaraganda, ya'ni asosiy masala o'sha ma'lum raqamlarga erishish va 4 yildan keyin bularni bitirish. Ya'ni bular jamiyatga foyda beradimi, bermaydimi? Bular jamiyatni kelajak kasblariga bular mosmi, yo'qmi? Va xususiy universitetlarda shu narsa borki, bular asosan ya'ni G'arb va Amerikadagi xususiy universitetlardan bizning xususiy universitetlar farqi shundaki, biz ko'proq ijtimoiy sohalarga, ya'ni ko'p investitsiya talab qilmaydigan, laboratoriya talab qilmaydigan yo'nalishlarga urg'uni beramiz. Bu esa endi bilasiz, hozir bilimga asoslangan jamiyatda yashaymiz. Ya'ni 30 yil, 40 yil oldin mana bu ma'lumotlarni faqat professor faqat bir kitobdan o'rganish mumkindi. Yo'qdi masalan, o'sha bitta kitobga navbatga turardik biz. Hozir bilimga asoslangan jamiyatda talaba bu bilimni universitetlardan olmaydi. Bu bilimlarni talaba atrof muhitda, masalan, o'sha Wikipediyadan, onlayn nashriyotlardan, onlayn kitoblardan, onlayn podkastlardan, mana shu podkastimizni o'zi bir dars aslida. Ya'ni MIT universiteti, Harvard universitetlar onlayn darslar juda ko'p. Ya'ni yurtimizda juda ko'p ilg'or olimlar bor, tarixshunoslar bor, iqtisodiyot yo'nalishida olimlar bor. Bularning turli xil podkastlarini o'zi bir juda qiziqarli. Ya'ni qaysi bir professorning 10 soat zerikarli darsida o'sha 1 soat. Demak, meni shaxsiy fikrim xususiy universitetlarni jarayonda, ya'ni O'zbekistondagi jarayonlar, O'zbekiston masalan 2030-yilga borib bizda qaysi kasblar qoladi, qaysi kasblar yo'qoladi, shunga tayyormi, yo'qmi? Ustoz aytganlaridek, bu narsani vaqt ko'rsatadi va men albatta o'ylaymanki, bular o'z-o'zidan ba'zilar yo'qolib ketadi. Chunki bizda afsuski, bizning jamiyatda shunaqa bir tushuncha bor, ota-onalarda, ya'ni farzandim oliy ma'lumotli bo'lsin, diplomga ega bo'lsin va borib davlatga ishga kirsin yo davlat ish bilan ta'minlaydi degan tushuncha borda. Agar biz shu mafkuradan, shu tushunchadan biroz uzoqlashib, ya'ni hozir Toshkent shahrida yoki boshqa shaharlarda eng ko'p talab qilingan kasb qaysi, yo'nalish qaysi, shunga biroz urg'u beradigan bo'lsak, men o'ylayman, xususiy universitetlarni sekinlik bilan bozor o'zi shakllantirib ketaveradi. Masalan, bu yil qizim maktabni bitirdi. 155 9 ball bilan Sharqshunoslik universitetiga Turk
tili yo'nalishi o'xshab kirolmadi. Jahon tillariga ham. Hozir Toshkent kimyo xalqaro universiteti avvalgi mana YOJda o'qishni boshladim. Ular shu yil ochilgan ekan turk tili yo'nalishi. O'qishni boshladim. Unga turk tilidan sertifikati bor edi. 81 necha 9 ball bilan sertifikat oldi yanvarda. O'sha sertifikatni olib borib shunday qabul qildi bular. Men ruxsat berdim ota sifatida. Mayli o'qi dedim. Endi davlat universitetidan qimmatroq bo'lsa ham kontrakt narxi ruxsat berdim. Sababi yana bir o'zimning bolam o'sha yojini bitirgan. Xullas boyagi chet tilda mana sizlar yaxshi bilasizlar. Chet ko'p o'qiganmiz, eshitganmiz chet til universitetlarida, xalqaro nomi chiqqan universitetlarda o'qishga kirish oson, lekin bitirish qiyin. Xuddi shuni men shu Toshkent kimyo xalqaro universitetida o'zim ko'rdim. Nisbatan menda masalan shu universitetga nisbatan bir ota sifatida, ota-ona sifatida ishonch bor. Lekin boshqa hozir boya suhbat boshlanishidan oldin aytdim-ku. Lekin boshqa menga hozir turli xil 10 dan ziyod universitetga o'qishga qabul qilinding degan esimiz xabarlar keldi menga. Ular biron marta ham nomini eshitmaganman unaqa universitetlar. Qanaqa yo'nalishda men agar meni taklif qiladigan bo'lsa, ularga beradigan savollarim ko'p. Misol uchun kadrlar masalasi. Hozir o'zi kuzatyapmiz, mana eshityapmiz. Davlat universitetlarida, davlat oliy ta'lim muassasalarida kadrlar masalasi sifati uncha yaxshi emas. Lekin shunday ahvolda u xususiy universitetlar qayerdan topyapti kadr? Oliy ta'lim muassasasining da dars beradigan professor o'qituvchi endi zamondan orqada qolmaydigan, kerak bo'lsa zamondan oldin bir ikki qadam oldin yuradigan mutaxassislar bo'lish kerak. Zamonga mos kadr yetishtirish. Endi bilasiz, ta'lim va sog'liqni saqlash rivojlanayotgan jamiyatlardagi eng og'riqli nuqta bo'ladi. Shu rivojlanayotgan jamiyatning yuzini mana shu ikki soha yaqqol ko'rsatadi. Iqtisodiyot yaqqol ko'rsata olmaydi. Chunki hali katta iqtisodiy sakrashlar bo'lmagan bo'ladi. Shuning uchun bu yerda ana shu bozor mexanizmlari endi albatta 100% shaffof holda, adolatli holda ishlayapti deb bo'lmaydi albatta, ammo bozor talablari qo'yilyapti kadrlarga nisbatan ham. Qayerda yaxshi munosabatda bo'linadigan bo'lsa, qayerda yaxshi rag'bat bo'ladigan bo'lsa, albatta bozorda kadr o'sha yerga so'ralgan joyga boradi. Endi bilasizmi, ta'lim juda murakkab sistema. Uning bir 6 ta 7 ta tashkil etuvchi mexanizm elementlari bor. Ana shu elementlar mukammal ishlasa, ta'limning sifati ko'zga tashlanadi. Birinchi elementi bu boshqaruv. Ikkinchisi bu o'qituvchi va talaba yoki o'quvchi. Uchinchisi o'quv moddiy ta'minoti, moddiy texnika ta'minoti va keyingisi ijtimoiy psixologiya. Mana shu elementlarning barchasi mukammal ishlasa, mana shu davlat universitetlari bo'ladimi, nodavlat universitetlari bo'ladimi, o'sha yerda ta'lim sifati ko'tarilishi mumkin. Agar mana shu elementlardan birortasi ishlamasa, demak u mexanizm ishlamayotgan bo'ladi yoki yomon ishlayotgan bo'ladi. Shu ma'noda bugungi kunda davlat universitetlaridan juda ko'p professor o'qituvchilar, yetuk professor o'qituvchilarning nodavlat universitetlarga o'tib ketayotganligi omma tomonidan e'tirof etilyapti, kuzatilyapti. Buning o'sha bosh sababi, masalan, meni o'zim nodavlat universitetga borishimning sababi, men ish haqini ham o'ylaganim yo'q. Menga alohida savol so'ramoqchi edim sizdan. Endi javob bering. Universitet rektori aytdilarki, siz shu yerga keling, men sizning ilmiy tadqiqot faoliyatingiz uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib beraman. Xohlasangiz xorijiy stajirovkalaringiz, malaka oshirishlaringizni men qilib beraman. Siz shu yerga keling va bizning universitetimizda o'zingizning ilmiy maktabingizni faoliyatini davom ettiring. Dedilar, menga men ishchi odamman. Menga bu ish beruvchining
takliflar juda ma'qul bo'ldi. Men Nodavlat universitetiga o'tdim va ko'rib turibmanki, atrofimizda ana shu boya aytganimdek mamlakatdagi yaxshi filologlar, filosoflar men taniydiganlarim o'sha universitetda faoliyat ko'rsatyapti. Siz mana 1 yil bo'ldi-ya o'tgan. 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi, mana 1 yillik kuzatishlaringiz, solishtirishlaringiz, xulosalaringizni aytingchi. Sizga qaysi davlat universitetida ishlagan qulayroq bo'ldimi yoki xususiyda? Masalan, Nodavlat universiteti bizni so'rab, chaqirib olishayotganligi uchun albatta u yerda bizga muomala yaxshi bo'ladi. Byurokratiya yo'q. Ana takliflaringizni jon dili bilan qabul qilishadi. Yana savol kelib chiqadi. Oldingi O'zbek tili adabiyot universitetida demak sizga bunday qulaylik yaratilmagan. Nimani yuvish parashogini reklama qiladi-ku. Mana bu odatdagi parashok, mana bu tayt deydi. Men uni kamsitmagan holda aytyapman. Davlat universitetlarining albatta o'zining falsafasi bor, o'zining yondashuvlari bor. Qolaversa davlat universitetlarida professorlarning, olimlarning taqchilligi bo'lmagan va har doim mana shu shtatlar eng yetuk olimlar bilan, katta professorlar bilan to'la bo'lgan. Shuning uchun ular uchun bu professor o'qituvchilar shu odatdagi professor o'qituvchi. Lekin nodavlat universitetlar uchun hozir shakllanayotganligi uchun, endi oyoqqa turayotganligi uchun ilmiy salohiyat katta ahamiyatga ega. Ilmiy salohiyat universitetning nufuzini oshiradi. O'qishga hujjat topshirayotgan abituriyentlarning e'tiborini tortadi va umuman olganda universitetni har tomonlama rivojlantirish uchun kadrlarning roli, ahamiyati juda katta va nodavlat universitetlarining rivojlanishining asosiy bir shartlaridan biri sifatida mana shu kadrlar masalasi turibdi. Shu o'rinda bitta qo'shimcha qilsam, siz ta'lim ekspertisiz, misol uchun deylik kadrlar masalasi va yana qo'shimcha qilmoqchiman marketing masalasi. Aynan xususiy universitetlarni marketing yo'nalishi menga yoqmaydi to'g'risi, chunki nimaga deganda hozir bittasini aytdik, telefonlarga xabarlar yuborish. Bu yaxshi marketing usuli deb hisoblamayman. Bundan tashqari juda ko'p guvoh bo'laman, ijtimoiy tarmoqlarda vaynerlarga reklama berish orqali xususiy universitetni reklama qilish. Shu jihatdan aytmoqchiman, mana kadrlar masalasiga bog'lagan holda shu mana ustoz aytayaptilarki, kelyapti yaxshi professorlar xususiy o'sha nodavlat universitetlariga kelyapti. Lekin nima uchun nodavlat universitetlari o'zidagi shu kadrlarni, professorlarni ochib bera olmayapti? Bizda shunaqa o'qituvchilar dars beradi, shunaqa professorlar deb. Marketingni shu usulidan foydalanmayapti-da. Bu qanaqadir ma'noda odamning jig'iga tegadigan usullardan foydalanyapti. Sodda O'rinli savollar. Qarang, men bir narsani aytaman. Mana Amerikada qiziq bir hodisa Amerikada. Ya'ni Amerikada dunyoning eng kuchli universitetlari Amerikada joylashgan. Ya'ni bunga shubhamiz yo'q. Ya'ni o'sha top 100 ga qaraydigan bo'lsak, buni qarib yarmi yoki 60% Amerika universitetlari. Va Amerikada har bir universitet kuchli bo'lishiga qaramay, ba'zi sohalarda ya'ni nima deydi, number 1 deydi-da. Ya'ni bir raqamli universitet hisoblanadi. Ya'ni matematikada bu Stanford, muhandislikda MIT, yurisprudensiyada bu Yale universiteti, psixologiyada Harvard va hokazo. Ya'ni talaba universitetga topshiradiganda bizdagidek ko'zi boyliq, ya'ni qaysi biri qabul qilsa, qaysi biri arzon, qaysi biri o'yimga yaqin, bunaqa narsa yo'q. Talaba chunki kelajagini o'ylaydi. Ya'ni men hozir shu universitetni bitiraman, 4 yil davomida men bunga 50-60 ming dollar tikaman kontrakt sifatida. Va 4 yildan keyin ajabo bir men o'qigan soha yo'qolib ketadimi, qoladimi, aktual bo'ladimi? 2 men bu sohada yetarli bilim olib ishimni davom ettira olamanmi? 3 ya'ni umidsizlikka tushmaslik uchun men kamida mana shu diplomimdan 10 yil kamida ishlashim kerak degan tushuncha bilan ular va 4 o'zini qiziqqan sohasidagi eng kuchli professor qaysi universitetda ishlayapti. Ya'ni Amerikada talabalar professorlarning ketidan ketishar ekan. Tasavvur qiling. Shunaqa. Ya'ni bizdagidek qo'shnisi kiribdi yoki o'g'limning o'g'li kiribdi yoki do'stimning qaysi bittasi kiribdi, o'yimga yaqin yoki arzon narx yoki qaysi bir Waynerning reklamasiga quloq solib kirmaydi hech qachon. Chunki bu
uni butunlay hayotini o'zgartiradigan masala. Afsuski bizda professorlarni hech kim tanimaydi, vaynerlar taniydilar. Ya'ni bu bizni jamiyatdagi ilm, ta'lim, fan, innovatsiya, kashfiyot naqadar quyi pog'onada ekanligini ko'rsatib beradi. Chunki Amerikada, ya'ni bir Noam Chomskyni yo masalan kognitiv tilshunoslikdagi olimlarni, matematika sohasidagi olimlarni, Nobel mukofoti laureatlarini hamma taniydi. Va shu jumladan yangi abituriyent qaysi sohaga topshiradigan bo'lsa, uni kelajagi o'sha professor bilan bog'laydi. Ya'ni o'sha professorning ma'ruzasi uni kelajakdagi o'sha million dollarlik startaplarga yoki kelajakda o'zi ham shu Nobel mukofotiga ega bo'lishi mumkin. Universitetlar ham masalan o'ylaydiki, agar biz ko'proq masalan o'sha vaynerlar orqali, tanilgan masalan o'sha influencerlar orqali, yo mana siz aytgan SMSlar orqali biz ko'proq xalqqa erishamiz deb o'ylaydi. Va afsus bizda masalan agar qarang shu SMSlar orqali demak ko'plab inson talaba bo'lyapti. Bo'lmasa ular buncha pul tikishmaydi. Men o'ylayman o'sha SMSni yuborishni o'zi bir 20-30 million so'm turar menimcha. Bir yuborilishi, qancha bir potokka yuborilishi. Demak, universitetlar shundan foyda ko'ryapti. O'sha 20-30 million tikilgan puldan qancha bir talaba SMS orqali kelyapti. Kadrlar masalasi qarang. 2016-yilda Jahon iqtisodiyot forumini asoschisi bu Klaus Schwab degan inson Sanoat 4.0 kitobini yozgan. Ya'ni o'sha Shveysariya Davosdagi forumni asoschisi hisoblanadi. Dunyoni yil davomida butun iqtisodiyotini belgilab beradigan katta trenddagi forum. Prezidentlar qatnashadi. Klaus Schwab 2016-yilda shu Sanoat 4.0 kitobda shuni yozadi. 2025 ga kelib, ya'ni tasavvur 8 yil oldin, keyingi yilni aytyapti. Dunyoda tabiiy resurslar emas, inson resurslariga katta defitsit paydo bo'ladi, deyapti. Ya'ni bu nimani anglatadi? Demak, ya'ni dunyo aholi soni shiddat bilan oshyapti. Ko'plab talabalar xorij universitetlariga ketishyapti. Ya'ni miyali insonlar ketadi. Ustoz ham aytishlari mumkin. Ya'ni kuchli muhandis, kuchli masalan medik, doktor, neuroscience, kosmos bo'yicha professorlar yoki ilmli insonlar, ya'ni ular 5000, 6000, 7000 dollarlik oylikka ketadi. Koreyada bor bizi masalan vatandoshlar, Yaponiyada bor. Ya'ni bu yoqda qolib 1,5 dollarga ishlamaydi hech qachon. Bu degani kuchli shaxslar kuchli davlatlarga borgan sari, o'zi bu kishi aytdilar, haqiqatan ham, ya'ni o'zim ham hayron qolardim. Ya'ni universitetlarning o'zida masalan ba'zan vazirlik chiqib aytadi, masalan qishloq maktablarida yoki respublika bo'yicha shuncha o'qituvchi yetmayapti. Yoki universitetlari o'zida hozirgi vaqtda yetmaydi-da, kadrning o'zi yo'q. Bu yerda masalan birdaniga 10 ming, 20 minglik universitetlar ochilyapti, 5 minglik universitetlar ochilyapti. Mana Samarqand davlat universiteti. Masalan, pandemiyadan oldin 9 ming, 10 ming bordi masalan. Mana bu qamrov oshirilgandan keyin sirtqi ta'lim, yana nimadir ta'limlar bilan birga 25 ming ham qanchaga yetdi bular. Ya'ni 5-6 yilda 2 barobar sakradi universitetlar. Savol tug'iladi. Bularga kim dars beradi? Ya'ni endi bitirgan, hech narsaga fahmi yetmaydigan magistrlarmi yoki bakalavrlarmi kimlar dars yoki bir o'qituvchini bo'yniga 40 soat yozilganmi? Bu haqiqatdan meni ham qiziqtiradi. Lekin o'zi universitetga borsangiz, farqli davlat, xususiy, ular sizga chiroyli qilib qog'ozda ko'rsatishadi. Ya'ni sizni nomingizga bor 15 soat bor. Lekin mumkin 40 soat yozilgan, 40 soat dars beradi. 15 soati rasmiy, qolgan soatlar norasmiy. Ya'ni men bu yerda faqatgina shu narsa qiziqtiradi. Kadrlar defitsit juda ham katta bizda. Ya'ni tasavvur qiling, masalan 9% qamrovdan biz 50% ga chiqdi davlat universitetlari plus xususiylar chiqdi. Ya'ni shu darajada katta defitsit borki, bu qanday yopilyapti? Ya'ni duch kelingan yangi bitirgan talabalarmi sinfxonalarga tiqilyapti va shularga dars bergin deb. Chunki buni amaliyoti bor, tasavvur qiling. Ya'ni davlat universitetlarini amaliyotlari zo'r o'tadi. Chunki ulardan ham qamrov katta. Bu yerda xususiy universitetlar. Ya'ni agar men tadbirkor bo'lsam, masalan, men katta bankim bor, men hech qachon o'rta saviya yoki bolalar bog'chasini tashkil etsam, xususiy hech qachon universitetni zo'rg'a 3 ga 4 ga o'qiydigan talabasini amaliyot o'tash uchun bog'chaga yo'l qo'ymayman. Chunki xususiy men ota-onalardan pul olaman, ota-onalar sifat talab qiladi mendan. Xususiy banklar ham shunday. Ya'ni bular amaliyotni qayerda o'tashadi? Men shuni ham, ya'ni nafaqat darslarni berish, amaliyot masalasi ham bor.
esimga tushib ketdi shu bizda kasblar kollejlari yopilishiga ham shu bitta sabablardan bittasi shu kadrlar yetishmasligi masalasi bo'ldi. Bu aslida o'rta maxsus kasblar kollejlari g'oya sifatida juda zo'r g'oyada. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi 97-yil qabul qilingan. Lekin ko'rdikki, masalan men o'zim bilganlarim, ko'rganlarim kollejni bitirganlar kollejda dars berardi-da. Juda ko'pchilik. O'sha kadrlar juda ham defitsit edi. Hozir endi xuddi shunday ahvolga menimcha shu universitetlar, oliy ta'lim muassasalari ham tushyapti. Davlatniki ham, nodavlatniki ham. Buni yana nimaga olib boradi bu? Yana o'sha ish yopilishiga, kollejlarga o'xshab kamayishiga va aytdilaringizki boshida bozor o'zi saralaydi deb. Lekin shungacha hozirgi shuncha pul to'lab katta davlat universitetlaridan bir 2, 3, 4, 5 barobar ko'p kontrakt narxida xususiy universitetlarda. Shuncha pul sarflayotgan ota-onalar dodini kimga aytadi endi xo'p? Misol uchun masalan bultir shu yilmida bir 5 tasimi yopildi ham bir. Ha, shu yilning boshida. Ora yilda qolib ketdi o'sha o'qiyotgan talabalar. Ota-onalarga nima deymiz? Ota-onalar ya o'zlarini ham tarbiyalash kerakmi shunaqa? Va aytdik-ku, o'sha ta'limning bir elementi ijtimoiy psixologiya, ijtimoiy muhit. Ana shu bozorda ota-ona iste'molchi sifatida farzandlarining kelajakka tayyorligini xohlaydimi yoki diplom olishini xohlaydimi? O'sha talab va taklifga qarab rivojlanadi ta'lim ham. Agar talab kuchayadigan bo'lsa, universitetlarda ish jarayoni, ta'lim jarayoni ham boshqacha tus oladi. Hammasi bir-birini taqozo qiladi, qarama-qarshilar birligi va kurashi qonuni deydi-ku. Ana shu bir-biriga bog'liq ravishda rivojlanadi. Masalan, deylik, talabaning qay darajaligiga qarab o'qituvchi dars beradi. U nodavlat ta'lim muassasasi bo'lsin yoki davlat universitetlari bo'lsin. Talaba nimani qanchalik talab qilsa, o'qituvchi shunchalik yuksaladi. Ana endi ota-ona to'g'ri endi bu yerda talabalarni kelajak uchun harakatini aslida ota-ona ham belgilab berish kerak emas. U mustaqil shaxs, o'zi hayot yo'lini o'zi tanlashi kerak, kelajagini o'zi qurishi kerak. Shuning uchun umuman ijtimoiy psixologiyaning yuksalishi ta'lim sifatining yuksalishiga olib keladi. Demak, hozirgi ta'lim shaklimiz shu ammamga shu pochcham shaklida talabga yarasha. Bizda hali bozor tafakkuri, bozor munosabatlari tafakkuri ham jahon bozor iqtisodiyot talablari darajasida emas. Bizlar endi mana 30-35 yildan beri endi sotsialistik iqtisodiy tafakkurdan bozor iqtisodiyotiga qarab o'tyapmiz. Bu 30 yilda juda yuksalib ketadigan jarayon emas. Tafakkurning o'zgarishi, evrilishi bu uzoq davom etadigan jarayon. Nima uchun Germaniya 2-jahon urushidan keyin qisqa muddat ichida yuksalib ketdi yoki Yaponiya? Bizda esa mana 30 yildan oshyaptiki, yuksalish unchalik ko'zga tashlanmayapti. Bor, lekin juda u o'sha men aytgan davlatlarning darajasida emas. Ularda iqtisodiy tafakkur almashgani yo'q. Ularda o'sha bozor iqtisodiyoti bo'lgan va keyin ham bozor iqtisodiyoti asosida rivojlanib ketgan. Bizda eski mafkuradan butunlay voz kechib, yangi bozor mafkurasi, bozor iqtisodiyoti tafakkuri shakllanishi kerak va bu qisqa muddat ichida bo'ladigan jarayon emas. Ya'ni shuni qisqa muddat ichida bo'ladigan jarayon emas deyapsiz, rivojlanish masalalari. Endi hozir pedagog kadrlardan o'sha nodavlat universitetlar yetishtirib berayotgan kadrlarga to'xtalsak-da, misol uchun hozir juda ko'p universitetlarda o'zimiz ham guvoh bo'lamiz. Yaqinda Facebookda bitta post ham o'qib qoldim. Ya'ni kontraktini to'laydi, sirtqiga topshirib qo'yadi. O'zi kelmasa ham mayli, diplomini oladida, hattoki shu diplomini olmasdan turib 2-3-yildan o'qiyotgani hisobiga borib xohlaydi maktabda dars beradi, xohlaydi bog'chada dars beradi. Bu kadrlar yetishtirib chiqarayotgan keyin mayda kadrlarni, kichkina kadrlarning ahvoli nima bo'ladi degan savol ham bor-da. Men o'sha sirtqi bo'lim talabalarining darsga kelmayotganligi haqida gaplarni men o'sha jarayon ichida yurganimiz uchun unday deya olmayman. Masalan, har bir guruhda yoki potokda 5-6% talaba bo'lmasi mumkin, lekin ommaviy ravishda talaba darsga kelmaydi degan
Gap yo'q, uni hozir Xemis dasturida bugungi yo'qlama bugun yopiladi, ertaga uni o'zgartirib bo'lmaydi. Bu yopilmagandan bo'sh qolgandan keyin ertaga uni bahosi chiqmaydi. Va bu hammasi mexanizm avtomatlashtirilgan. Shuning uchun endi hozir aytishyapti, mana siz aytganingiz, siz ham eshitgansiz, borib ko'rmagandirsiz. Lekin siz aytgan darajada universitetlar ishni o'z holiga tashlab qo'ygan emas. Deylik, misol siz hozir o'zingiz universitetingizdan kelib chiqib gapiryapsiz-da. Men shu kunduzgi bo'limda ham, sirtqi bo'limda ham dars beraman va sirtqi bo'lim talabalari o'sha o'zlarining o'qish vaqtiga kelganda borib ko'rishingiz mumkin. Endi shaxsan o'zim guvoh bo'lgan misolni keltiraman sizga. Misol uchun shu podkastga tayyorlanish jarayonida 3 tacha universitetga telefon qildim. Yo'nalishlari bo'yicha ma'lumot olish uchun aynan. Endi nomini aytmayman. Bitta universitetga telefon qildimda, maxsus pedagogika va pedagogika yo'nalishi bor ekan. Xo'p, maxsus pedagogikani bitirganda qayerda ishlash mumkin? Pedagogikani bitirganda qayerda ishlash mumkin degan savolni berdim. Administratori hozir 1 daqiqa sizga javob beramiz dedi. 3 daqiqa kutib turdim. 1 daqiqa deganini. Keyin qaytib kelyapti-da, bizga bu haqda ma'lumot berilmagan, uzr deyapti. Bu misol uchun qanchalik yo'nalish bor deylik, topshiryapti kimdir deylik, lekin u kim bo'lib chiqishini bilmaydi, hattoki universitetdagilarning o'zi. Bu sirtqi ta'lim aslida bu Sovet davlatidan qolib ketgan bir an'ana. Chunki o'sha Sovet davlatining atrofidagi NATO gazu davlatlari va kapitalist davlatlar Sovet davlatini imkon qadar xatolarni topishga harakat qilardi. Sovet davlati buni yopishga harakat qilardi va umumiy hisobda davlat oliy ma'lumotli ishchilar sinfidan tashkil etilgan deb sirtqi masalan o'sha vechernlar ham tashkil etilgandi. Bu qanchalik uzun oqlamadi, bu masalan o'sha statistikaga qarash kerak, ixtirolar soniga qarash kerak, iqtisodiyotga qarash kerak, boshqa narsa. Men u avlod vakili emasman. Demak, hozir 4-avlod universitetlari shakllandi. Ya'ni agar 4-sanoat 4.0, hozir ba'zi davlatlar sanoat 5.0 bu sohasida, ya'ni sun'iy intellekt, robototexnika, kosmoslar, neurosciencelarni avlodi hozir. Biz hali ham 1-avlod universitetlari zamonida yuribmiz deb o'ylayman. Ya'ni hozirgi davrda o'sha sirtqi ta'lim ham, kunduzgi ta'lim ham bular faqatgina o'qituvchi professor darsini tayyorlab, darsga kirib prezentatsiyasini qiladi va sessiyada o'sha berilgan ma'lumotni imtihon sifatida sug'urib oladi talabalar. Agar biz faqatgina shu sentyabrning boshida talabalar yangi abituriyentlarni to'ldirib 4 yildan keyin uni bitiradigan va rutin ish davom etadigan bo'lsa, men o'ylayman universitetlar faqatgina ya'ni ish bilan ta'minlaydigan bir bandlik agentsiyasiga o'xshataman. Ya'ni agar qanaqadir jamiyatda qo'shimcha qiymati bo'lmasa. Ya'ni sirtqi ta'lim haqiqatan ham dunyoda yo'q narsa aslida. Ya'ni sirtqi ta'lim. Part time bor. Masalan, kredit modul tizimi shuning uchun kerak. Bizda afsus kredit modul tizimi o'ta shafqatsizlarcha chopilib, strategiyasi o'zgarib, ma'nosini o'zgartirgan. Bizda kredit modul tizimi xuddiki bir Sovet davridagi sessiyaga o'xshaydi. Yiqildi, yana qayta topshiradi, yana nimadir bo'ladi. Kredit modul tizimi aslida masalan o'sha sirtqi ta'lim kimga kerak? Sirtqi ta'lim sohada ishlab turgan, lekin o'qishga vaqti yo'qlar uchun kerak. Ya'ni ular yilda 2 marta boradi. Xo'p, nima uchun biz ularga kredit ta'lim tizimini Yevropada bo'lgan andozasini joriy eta olmaymiz? Ya'ni agar bu kishi aytaylik maktabda ishlab turgan bo'lsa yoki bankda ishlab turgan bo'lsa, unda qaysi bir A yoki X universitetda talaba bo'ladigan bo'lsa, bu kishini diplom muhim bo'lmaydi. Bu kishiga diplomni olgandan keyin olgan bilimi evaziga yanada kattaroq ishga ko'tarilish, ya'ni ilmi bilan va yanada kattaroq oylik olish qiziqtiradi. Demak, bu kishi sirtqi ta'limga bu deydi, bor yo'q yilda 2 marta borsam intensiv. Ya'ni biz hozir shu yoqda agar bir 3 soatlik, 4 soatlik seminarga qatnashsak, uyqumiz kelib, miyamiz 2-soatdan keyin o'zidan-o'zi, ya'ni uxlab qoladi. Olingan informatsiya miyada qolmaydi. Ya'ni u bir oy intensiv qaysi ma'lumotni olib, qanday o'zlashtiradi, qanday buni amaliyotda tatbiq etadi. Men aytmoqchimanki, agar kredit modul tizimini biz yo'lga qo'ya olsak, talaba kerak 6 yilda bitirsin.
Ya'ni yoki mana bu summer school degan narsalar bor. Ya'ni yozgi maktablarga borib, qishki maktablarga borib. Bizda afsuski, demak, sirtqi ta'lim mana, ya'ni men sirtqi ta'limga qarshi emasman. Masalan, umumiy qilib aytganda, agar sirtqi ta'lim davlatning iqtisodiy drayveriga hissa qo'shadigan bo'lsa, sirtqi ta'lim nomiga bir ta'lim. Agar sirtqi ta'lim haqiqatdan ham yaxshi, ya'ni qanaqadir bir natija keltiradigan bo'lsa, savol tug'iladi unda, domla. Ya'ni unda nima kerak 4 yil o'qish kunduzgi ta'limda? Agar sirtqi ta'limni bitirgan qanaqadir bir ya'ni jahonni o'zgartiradigan ma'lumotga, bilimga ega bo'ladigan bo'lsa, unda biz kunduzgi ta'limga adolatsiz yondashgan bo'lamiz. Ya'ni ularni 365 kun o'qitgan bo'lamiz, bular boriq 60 kun o'qiyapti 1 yilda. Unda mana bu 4 yilni ham sirtqi ta'limga o'tkazib, butun universitetlarni sirtqi ta'limga o'tkazish kerak. Ya'ni hozir bilasizmi, sirtqi ta'limni 5 yil menimcha. 5 yil. Sirtqi ta'limni 5 yili bilan kunduzgi ta'lim u dushanbadan jumagacha keladi. Ba'zi universitetlar shanba ham keladi. Ya'ni bu yoqda shuncha ma'lumot o'zlashtiryapti. 4 yillik bu yoqdagi diplom saviyasi bilan 5 yillik yilda 2 marta 60 kun qatnaydigan saviya bir xil bo'lib qolyapti-da. Va bular ikkalasi ham bozorga kiryapti. Men o'ylayman, bu yerda qandaydir bir mantiqiy xatolar bor. Ya'ni agar biz bular 2 oyda o'zlashtiradigan ma'lumotni bular 4 yilda qanchadir oylarda o'zlashtiradigan bo'lsa, yo bular oqsayapti, bilimi yaxshi emas, yo bular juda wunderking bolalar. Ya'ni e'tibor beradigan joyi borda, sirtqi ta'lim qaysi yo'nalishlarda bor, qaysi mutaxassisliklarda? Pedagogika bo'lmagan yo'nalishlarda bor. Pedagogika bo'lmagan Pedagogik bo'lmagan mutaxassisliklarda ana sirtqi bo'lim bor. Pedagogik yo'nalishlarda yo'q. Lekin men hozir bog'langan 3-4 universitetlarim hammasi deyarli pedagogika yo'nalishida o'qitardi sirtqida. O'sha universitetlarda pedagogik yo'nalishlar bor, pedagogik bo'lmagan yo'nalishlar bor. Klassifikatordagi o'sha ta'lim yo'nalishiga, ta'lim sohasiga daxldor bo'lgan yo'nalishlar bor va undan keyingi yo'nalishlar bor. Bitta yo'nalish bor, klassifikator bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanadigan kadrlarni tayyorlaydi. Birinchi blok. Va qolganlari 5 tami blok bor. Ularda endi nopedagogik yo'nalishlar hisoblanadi. O'ylaymanki, nodavlat universitetlarining shakllanish jarayoni bir 2-3 yilda hal bo'ladigan masala emas. Masalan, davlat universitetlari hozir bizning mamlakatimizda ham qariyb 100 yillik universitetlar. Tasavvur qiling, 50 yildan keyin hozirgi nodavlat universitetlari qanday bo'lishi mumkin. Endi tetapoya bo'layotgan paytda hozir bular ko'proq bozorning e'tiborini o'ziga tortish bilan shug'ullanayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ma'lum bir vaqt keladiki, ta'lim sifati birinchi o'ringa chiqadi. Masalan, hozir professor o'qituvchi o'zining rutbasi, mavqei, obro'yi bilan universitetda nom chiqarayotgan bo'lsa, yana bir 10-15 yildan keyin u o'sha o'zining o'qitayotgan talabasining salohiyati bilan, ta'lim sifati bilan va erishayotgan natijalari bilan baholanadigan bo'ladi. Masalan, oddiy assistent o'qituvchi eng yuqori oylikni olib, yaxshi ko'rsatkich bermagan, natija bermagan professor quyida qolishi mumkin. Bularning hammasi endi bozorning qay darajada rivojlanishi bilan, shaffof rivojlanish bilan bog'liq holda sodir bo'ladi. To'g'ri, shu hozir bozor rivojlanish degan masalalarni aytyapsiz. Shu rivojlanish degan joyda misol uchun sog'lom raqobat ham bo'lishi kerak-da, rivojlanish bo'lishi uchun. Shaxsan men hayron qolaman, nimaga davlat oliy ta'lim muassasalarini imtihonni o'tgandan keyingina asosiy, xususiy o'sha nodavlat universitetlarda imtihonlar boshlanadi. Ya'ni qaysidir ma'noda davlat universitetlaridan qoldiq abituriyentlarni xususiy universitetlar qabul qilayotganga o'xshaydi-da. Bu sog'lom raqobat emas deb hisoblayman-da, misol uchun. Shu ham balki xususiy universitetlarning rivojlanishini bir qanchadir miqdorda orqaga surayotgandir. Nima deb o'ylaysiz shu masalada? Imtihonlarni bittasi oldin, bittasi keyin bo'lishini hisobiga hamma avval davlat universitetiga topshiradi. Balli yetmaydi, kira olmaydi, keyin o'zini borib xususiyga uradi. Qaysidir ma'noda bilimi kuchlilar davlat universitetlarida qolib ketyapti degan emasmi bu? Bu ham o'sha kirish testlari ham unday ideal hodisa emas. Masalan,
menga bir vaqtni belgilab qo'yib, tez bo'lib deb tursa, umuman kallam ishlamaydi. Ayrimlar ana shunday vaziyatda yaxshi ishlaydi, lekin ma'noda yaxshi ishlamasligi mumkin. Bu birinchidan. Ikkinchidan biz iqtidorli va a'lochi talabani farqlashimiz kerak. Hamma narsani yaxshi biladigan talaba, barcha fanlarni mukammal egallagan, bilimlarini mukammal egallagan talabada o tafakkur salohiyati men o'ylayman qancha past bo'ladi. Chunki iqtidorli u xoslangan bo'ladi. U ma'lum bir sohada bo'ladi. Masalan, iqtidorli talaba grammatikani juda chuqur bilishi mumkin. Lekin u tarix fanida statistikani umuman yoqtirmasligi mumkin. Masalan, aytadi, Einstein formulalarni yoddan bilmagan. Unda tafakkur yuqori bo'lgan. Shuning uchun bu kirish testlari ham nisbiy. Men nodavlat universitetida juda iqtidorli talabalarni ko'p ko'rdim. Bir ikki balli yetmay qolgan borib o'qiyapti. Ular ham xuddi shunday aytadi. Men deydi, bitta shu sohani yaxshi bilaman-da, ikkinchi sohani ko'p o'zlashtira olmayman, qobiliyatim yo'q deydi. Bu bilan o'zini iqtidorli ekanligini balki bilar, bilmas. Lekin har holda ularning gapida ham jon bor. Endi bugungi odamlarning psixologiyasi shunaqaki, davlat universitetlari juda yaxshi o'qitadi, nodavlat universitetlari mundayroq o'qitadi degan bir ijtimoiy psixologiya shakllanib qolgan. Ana bu ham nodavlat universitetlariga talabalarining ishtiyoqini ma'lum darajada so'ndirayotgan bo'lishi mumkin. Vaqtlar keladi, bu sarob xayollar, xom ishonchlar barham topib ketadi. Xohlaymizmi, yo'qmi? Shu bir vaqtlar biz maqsagan kolxoz, savxoz, davlatning zavod, fabrikalari hozir yo'q. Ta'limda ham xuddi shunday bo'ladi. Baribir 100 yildan keyin O'zbekistonning barcha agar top universitetlari bo'lsa, mana shu nodavlat universitetlar ichidan chiqadi. Men kafolat berib aytaman, davlat universitetlaridan ancha yuqori pog'onaga chiqib ketadi. Kirish imtihonlari umuman, ya'ni haqiqatdan ham men o'zim juda shubhali qarayman kirish imtihonlariga. Ya'ni kirish imtihonlarining tuzilishi, ya'ni unda so'raladigan savollarning kontenti, savollarni qanchalik talabani ilmini belgilab beradigan instrumentlarga ham shubha bilan qarayman. Ya'ni shu yil juda ko'p postlar o'qidim. Masalan, yurisprudensiyaga topshirgan savollar, o'sha yuristlarning o'zi qiynalib qolgan u savollarni tuzishga, javob berishga. Ya'ni davlat universitetlariga ma'lum yuqori ball bilan kirgan talabalar 4 yildan keyin ular yo'qolib ketadi, bilasizmi? Men o'zim yillar davomida 4 yil o'qidim, 4 yil. Biz 7 kishi qizil diplom bilan bitirgandik, ya'ni qizil diplom bilan. Lekin biz o'sha 7 kishi abituriyentlik vaqtimizda olgan ballardan biz 30-40-o'rinlarda edik. Ya'ni u birinchilar qatorda kirganlar 4-kursda bitiradiganda umuman u ro'yxatda yo'qdi ular. Men aytmoqchimanki, biz shunaqa bir ta'lim tizimini yaratdikki, xuddi bir faqatgina xotiraga asoslangan ta'lim tizimini yaratdik. Ya'ni repetitorga borishlik, IELTSga borishlik qanaqadir bir maqsadga yo'naltirilgandek, ya'ni o'sha ballni olishim kerak degan tushuncha bor. Ya'ni men IELTSni nima uchun o'rganyapman? Kelajak hayotimda qaysi bir jabhasida yordam beradi yoki men imtihonlarni o'rganyapman. Ya'ni bu imtihonlar abituriyentlarni bir 4 oydan keyin shu savollarni bering, o'sha ballni ololmaydi ular. Chunki bu hammasi xotiraga asoslangan bir bilim jamiyatida yashayapmiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, ya'ni xususiy universitetlar xuddi haligi baliqni to'rini ushlab turgandek, ya'ni birinchi to'rda qochib ketgan baliqlarni ikkinchi to'rda ushlab olamiz, universitetlarga qo'yamiz. Shu bilan universitetlarni aslida to'g'ri, ular ham noiloj, ya'ni davlat imtihonlaridan keyin imtihonni qo'yishadi, haligilarga imkon berish uchun o'sha universitetlarga borish uchun. Lekin agar endi bunday universitetlarni kelajagini yaratib beradigan bular iqtidorli talabalar. Ya'ni busiz bo'lmaydi. Ya'ni professorlar to'g'ri bor, laboratoriyalar bor, lekin universitetdagi professor laboratoriya kim uchun ishlaydi? Talaba uchun ishlaydi. Agar iqtidorli talabalar ishlash mexanizmi va imkon qadar, masalan, men xursand bo'lardim, mana Toshkentdagi ba'zi xususiy universitetlar kerak bo'lsa, Turkiyada shunday. Masalan, o'sha talaba orqasidan ov e'lon qilishadi. Ya'ni ma'lum bir
sohada kuchli ballarni, yuqori ballarni olgan talabalarga maxsus stipendiya berishadi. Ya'ni agar aytaylik, qaysi bir talaba Toshkentdagi masalan Milliy universitetga kirsa, yuqori ball bilan kirsa, xususiy universitet borib, stipendiyang qancha? 20 million. Men senga 40 million beraman stipendiya. Menga o'tgan. Turkiyada mashinagacha berishadi. Chunki ular biladi, bu talabalar yuqori ball, ya'ni bunday. Bizni test tizimimiz bilan Turkiya test tizimining o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Ya'ni ular, ya'ni haqiqiy kelajakni yaratuvchi talabalar. Ularni imkon qadar xususiy universitetlar o'ziga olib kelish kerak. Chunki, ya'ni bu talabalarni qilgan ishini ko'rib boshqa o'rta miyona talabalar bulardan, ya'ni chunki o'zini hamyoshi bo'lganligi uchun bunga harakat qiladi ular. Ya'ni meni ham shunday bo'lishim kerak deb. Va bu talabalar kelajakda universitetda masalan ilmiy xodim bo'lishi mumkin yo magistraturaga qolishi mumkin. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, hozir xususiy universitetlarda men o'ylayman juda katta imkoniyat yaratildi bor aslida. Ya'ni bunday davlat universitetlari, men qo'shilaman, davlat kelajakda davlat universitetlar degan tushunchani o'zi qolmaydi. Masalan, ba'zi o'sha harbiy yoki milliy xavfsizlik, meditsina universitetlaridan tashqari qolgan hamma universitetlar menimcha sekinlik bilan xususiy universitet tomonidan sotib olinadi. Chunki davlat universitetlari borgan sari ta'lim sifatida o'sha 40-50 yil oldin o'rnatilgan tizim bo'yicha ishlayapti ular. Ya'ni bir hisobot berish, hisobot ba'zan yolg'on berish, ya'ni imkon qadar vazirlikka yo'q narsani bor qilib ko'rsatish. Bularni evaziga ta'lim oqsoqligi bor. Chunki buni biz reytinglardan ko'ramiz, buni biz ixtirolar sonidan ko'ramiz, buni asl kashfiyotlar sonidan ko'ramiz, buni asl qanchalik davlat universitetlari real iqtisodiyotga yordam berib bermasligidan ko'ramiz. Yani bu birinchi masala. Demak, xususiy universitetlarda o'zi imkon bor. Agar xususiy universitetlar mana shu muammolarni bartaraf qiladigan tizim qura olsa va xuddi Max Planck instituti kabi yoki ilg'or g'arb universitetlari kabi kuchli professorlarni, biogenetiklarni, muhandislarni, fiziklarni, ximiklar o'ziga jalb etib dars berish uchun emas. Agar xususiy universitet dars berish uchun kuchli professorni chaqiradigan bo'lsa, xato qiladi. Ularni loyihalarga jalb etish kerak. Chunki davlat universitetlaridagi kuchli loyihalar o'zi yo'q. Ya'ni xususiy universitetlar davlat universitetini qiladigan ishini qilsa, agar faqat dars bersa, umuman keraksiz narsa hisoblayman. Xususiy universitetlar loyihalar ustida ishlab, yangilik yaratib va qisqa muddatda buni ko'rsata olsa, kelajagi bor. Men shunday deb o'ylayman. Agar ko'rsata olmasa, endi buni tan olish kerak. Ya'ni davlat universitetlari ham, xususiy universitetlar ham, ya'ni internetda bor bo'lgan ma'lumotni sizga pulga sotadi. Ya'ni men ba'zi ma'lumotni bir semestr o'qishim shart emas. Ba'zi darslar bor, ular keraksiz bo'lib ketgan. Ular 40 yil oldin o'ldi ketdi, 10 yil oldin o'ldi ketdi. O'sha darslar hali ham dars sifatida semestrda o'qitiladi, tasavvur qiling. Ya'ni hozir aytaylik, o'rtacha 50 ta dars bordi 4 yilda universitetlarda, 40 ta, 50 ta shunday. Ya'ni bularni bir ko'rib chiqish kerak. Agar xususiy universitetlar endi bunday, xususiy universitetlar ham davlat vazirlik bergan klassifikator bo'yicha reja asosida o'qitilyapti. Ya'ni xususiy universitetlar qanchalik qarshi chiqa oladi vazirlikka-ki, do'stlar, kechirasizlar. Ya'ni men buni o'qita olmayman. Chunki bu kelajagi yo'q narsalar. Ya'ni mana bu 80% ni o'zgartirishim kerak. Agar xususiy universitetlarga bu imkon berilmasa, buni ular qila olmasa, ya'ni qaysi bir davlat universiteti singari cho'kishga, o'limga mahkum bo'ladi. Ya'ni men buni aytganman, oliy ma'lumotli ishsizlar armiyasini yaratgan bo'lamiz yoki oliy ma'lumotli mardikorlar armiyasini yaratgan bo'lamiz. Mana yaqinda 4 yil oldin marketing yo'nalishini bitirgan talabani 3 kun oldin tanishdik, mardikor masalan. Azamat aka deydi, men birinchidan sohamda ma'lumotga bir ta'limga bir yaxshi sifatga ega bo'la olmadim. 3 millionlikka ishlay olmayman. Meni kreditim bor, ro'zg'orim bor, boshqa narsam bor deyapti. Demak, xususiy universitetlar aslida davlat universitetlaridagi muammolarni plyusga aylantirib, shuni ustida ishlasa agar, siz aytgan toplar chiqadi, top universitetlar. Agar yo'q bo'lsa, unda men o'ylayman, ya'ni xususiy universitetlar ham ota-ona ko'ryapti. Masalan, ota-onaga hozir farzandini yuborish uchun eng asosiy driver bu yaxshi oylikka ishlash va
yaxshi bir ish topish kerak. Va kelajakda universitetlarning ikkita va hozir ham shunday mas'uliyati bor. Bir, boshqa mas'uliyat bir, talabaga qobiliyatli talaba yaratish, qobiliyatli. Ikki, ishga kira oladigan talaba yaratish. Universitetning majburiyati yo'q universitetga kirgazish. Lekin universitet o'sha talabani bozor talablaridan kelib chiqqan holda osongina, ya'ni bozor talab qilgan sifatli kadr bo'lganligi uchun ishga joylasha oladi. Xususiy universitetlarda, ya'ni menda u statistika yo'q. Masalan, mana o'sha bitiruvchilar bor ba'zi xususiy universitetlarda. Shu yil bitirdi ba'zilari. Bitiruvchilar. Ya'ni shularga qarash kerak. Endi davlatdan ham masalan hamma narsa a'lo darajada degan ma'noni bermaydi. Mana yaqinda prokuratura hisobot berdi. 1 millionga yaqin qo'shimcha ish hisoblab, ya'ni hisoblab berishgan. Bu aslida o'zi yo'q, lekin 1 million insonning ishi bor deb. Mana iyun oyida davlatimiz rahbari selektorda aytdilar. Ya'ni 60% muhandis o'zini kasbida ishlamaydi. Tasavvur qiling, 60%. Yoki mana yaqinda statistika qo'mitasining, soliq qo'mitasining boshlig'i aytdi. Ya'ni 120 ming talaba hali ham ishga joylashgani emas, ishsiz. Ya'ni raqamlar fojia aslida. Agar biz mana bu xususiy universitetlar davlatni qiladigan xatosini davom ettiraversa, biz, ya'ni ingliz tilida blind leading blinds bor, ya'ni ko'rlarni boshqaradi. Ya'ni davlat agar bir ko'r bo'ladigan bo'lsa, universitetlarni nazarda tutyapman. Xususiy universitetlar ham shuni qiladigan bo'lsa, demak biz ko'rlar jamiyatini yaratamiz. Xususiy universitetlarga maqsad shunday qo'yildi. Ya'ni davlatning o'zgartirish qiyin universitetlarini. Katta bir byurokratik apparat domlasi yaxshi biladi. Ya'ni 100 minglab talabasi bor, minglab o'qituvchi professorlari bor, shakllangan bir nima deydi, betonlashib ketgan bir sistema. Uni o'zgartirish uchun qiyin. Yo hammasini olib bir boshqa davlatga ko'chirish, yangi bino qurish kerak. Lekin xususiy universitetlar gibga bo'ladi, moslashuvchan bo'ladi, qaror qabul qilish mexanizmi tez bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman, agar xususiy universitetlar, ya'ni kundalik faqat dars berib, darsdan javob berib, amaliyot qiladigan bo'lsa va innovatsiya, tadqiqot, mana bu startaplarga asos solmaydigan bo'lsa, g'arbni kuchli xususiy universitetlarga aylana olmaydi. Chunki g'arbning xususiy universitetlari, qarang, davlat universitetlari ham shunday. 3dan 1 masalan o'sha daromadni kontrakt pullaridan tushadi. 3dan 1 loyihalardan. Qarang, va 3dan 1 endowment fondlaridan. Bor yo'g'i 30%ni kontrakt pullaridan oladi. Ya'ni kelasi yilga agar unga kam talaba keladigan bo'lsa ham universitet ishlab ketaveradi. Mana bizda hozir agar xususiy universitetlar va davlat universitetlariga o'zi istagan talaba kelmasa kelasi yilga, ko'psi yopilib bankrot bo'lib ketadi. O'zini elektr gaz suvini to'la olmaydi bular. Chunki bularni o'sha xususiy universitetlar ham to'laligicha kontraktga mahkum. Kontraktga. Chunki o'qituvchini oladi, oylik berish kerak, xarajatlari bor. Shuning uchun men o'ylayman, xususiy universitetlar ko'proq tadqiqotga berilishi kerak. Chunki ularda bu imkonlar bor. Va xususiy ishlab chiqarish bilan ham nafas ishlash kerak deb o'ylayman. Xuddi shuni, masalan, Toshkent Amaliy fanlar universitetida shu professorlar 2 toifaga ajratilgan. Dars berishga ishtiyoqmand professorlar va ilmiy tadqiqotga ko'proq moyil professorlar. Ana shu dars taqsimotlari ham mana shunga mos ravishda. Masalan, ayrim professor o'qituvchilarning o'quv yuklamalari ko'proq, ilmiy tadqiqot faoliyatiga yo'naltirilgan soatlari kamroq. Ayrimlarida esa ilmiy tadqiqot uchun katta soatlar berilgan, dars soatlari kamroq. Ana shu tabaqalanishlar mana shu Amaliy fanlar universitetida bo'lyapti. Mana bular boshlanishi albatta. Va aytganimizdek, baribir xohlaymizmi yo'qmi, shaffof, toza raqobat deymiz. Asli haqiqiy raqobat ana savannadagi raqobat. Bu juda chiroyli, madaniylashgan ko'rinishda bo'ladi, baribir raqobatni mohiyati bir xil. U raqobat. Shu raqobat davlat universitetlari va nodavlat universitetlar orasidagi raqobat, nodavlat universitetlari aro raqobat bu juda katta ahamiyatga ega. Men o'ylayman, nodavlat universitetlardagi bitta muammo, avval aytdim, ijtimoiy psixologiyani aytdim. Ikkinchisi, davlat universitetlaridan borayotgan professor o'qituvchilar o'sha davlat universitetining boyagi beton falsafasi bilan
boradi. Ana shu falsafani o'zgartirish katta mohiyatga va ahamiyatga ega. Uni falsafasini o'zgartirish kerak. U siz davlat universitetida shu yuklamani bajarsangiz o'sha oylikni olib yuruvdingiz. Qanday bajarasiz? Uning ahamiyati yo'q. Qancha bajardingiz ahamiyatli, qanday bajardingizning ahamiyati yo'q. Ana nodavlat universitetlari qancha va uni qanday bajarding degan savolni qo'yishi kerak va qo'yyapti deb o'ylayman. Bitta xususiy universitet yoki nodavlat universiteti bayroq ko'tarib chiqqanini hech narsani hal qila olmaydi. Bir o'zi hech narsani hal qila olmaydi. Bu yerda uning taraqqiyotini rivojlanishini belgilaydigan juda ko'p faktorlar. Bu bir sistema. Sistemadagi elementlarning bir-biriga tortilishi, bir-biridan uzoqlashishi katta ahamiyatga ega. Talab va taklifni siz esladingiz. Azamat aka boshida bizda o'sha ota-onalarda, endi yoshlarda ham qotib qolgan o'sha diplomga ega bo'lish tushunchasi qilganini, diplom uncha ahamiyatli emasligini aytdingiz. Bitta jonli misol aytaylik. Masalan, men Nizomiy pedagogika instituti o'zbek tili adabiyot fakultetini bitirganman. Diplomimda o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi deb yozilgan. Lekin maktabda bir yil yo ishladim yo ishlamadim, jurnalistman. Jurnalist hozir endi muharrir sifatida ham ancha harakat qilyapmiz shaklan. Jurnalist ham muharrir. Diplom rol o'ynamoqchiman. Ikkinchi tarafi diplomga qiziqish eskicha qotib qolgan onalar. Shuning uchun bu davlat universitetlariga o'qishga kira olmagan hali ham ko'pchilikda fojia, boyagi noto'g'ri test, hozirgi tizim, qabul tizimi noto'g'ri deyapsiz-ku. Shuni yoshlar hali anglab yetganimizda. Kira olmasa bir fojiadek qabul qilish yoki xullas diplom hech narsa rol o'ynamasligi, lekin xalqimizda shu diplom haqidagi tushuncha, qotib qolgan tushuncha borligi uchun davlat universitetlari ham, xususiy universitetlar ham foydalanib qolyapti-da, endi yaxshi ma'noda jalb qilyapti. Odamlarning pulini olyapti, lekin boya aytganingizdek, vaqt o'zi saralaydi. Yoshlarimizning, umuman o'zbek millatimizning, o'zbekning ham ongi o'zgarar. Gap diplomda emasligini, gap o'sha o'zining zamonaviy kompetensiya, malaka, ko'nikmaga ega shaxs bo'lsa, u diplomsiz ham o'ziga yetarli daromad topadigan ishlar topish mumkinligi va ikkinchi shundan kelib chiqyapti endi. Shuncha masalan hozir xususiy universitetlar, davlat universitetlari kadr yetishtirib chiqaryapti, lekin ular ish bilan ta'minlash masalasichi. Siz jonli misol keltirdingiz va marketolog hozir ko'chadagi qarangda yaxshi narsani aytdingiz. Aslida ma'rifat qarang, ma'rifat tushunchasi bu qiyomatgacha bor bo'ladigan tushunchada. Odam alayhisalomdan qiyomatgacha ma'rifat tushunchasi bu juda muhim tushuncha. Ya'ni universitetlar hozirgi davrda nima uchun kerak? Universitetlar, ana Amerikadagi universitetlar shuncha kuchli, qudratli davlat, onlayn tizimi juda yaxshi rivojlangan, lekin talabalar borishadi o'sha ijtimoiy sotsializatsiya uchun. Ya'ni insonlar bilan o'tirib turish, gaplashish, ya'ni hayot etikasi, normasini o'rganish uchun. Ma'rifat bu har bir bizni hayotimizdagi har bir tashlaydigan qadamimiz. Ma'rifat. Ya'ni hozir oliy ma'lumotli va diplomga ega, lekin tarbiyasi juda buzuq yoshlarni avlodi kelyapti-da. Chunki bunday, masalan, siz universitetda necha soat ishlab turasiz o'sha yoshlarni? 3 soat yo 4 soat. Ular 19 soatini ijtimoiy virtual hayotda yashashadi. O'sha TikTokda, o'sha Instagramda, mana bu keraksiz, afshi bir tiyinga arzimaydigan vaynerlarning dunyosida yashaydi ular. Ya'ni ularni qiliqlarini va maktabdagi ba'zi o'sha sifatsiz kadrlarni, masalan, o'sha ba'zi universitetlar sifatsiz o'sha sidqidanmi, kunduzgidanmi kadrlari maktabga boradi. Maktabdagi o'qituvchini shakl shamoyasidan, pul qatvoridan yoshlar o'rnak olishadi. Hozir shunaqa bir jamiyatda yashayapmizki, o'sha Sovet davri qulagandan keyin, temir devorlar qulagandan keyin biz ikkita dunyoda, parallel dunyoda yashaymiz. Bitta bor real dunyomizda yashaymiz, ikki o'sha virtual dunyoda. Virtual dunyoni hech qaysi universitet, hech qaysi davlat kontrol qilib nazorat qila olmaydi. Nazorat qilsa, uni bloklaydi. Bu ham yaxshi emas. Men aytmoqchimanki,
maktabda hozirgi davrda o'sha bizni nima deydi, asta-sekinlik bilan asrlar davomidagi qadriyatlarni o'rnini psevdo yoki sun'iy qadriyatlar egallayapti. Ya'ni hozirda o'sha tashqariga chiqsangiz, masalan, mahallalarda bizni davrimizda tanish hammaga biz salom berardik. Masalan, hozir 90-yillarda do'stlarim aytganda, Moskvada, masalan, Rossiyada podyezdda hech kim tanimas ekan. Voy deb qolardi. Hozir o'zimiz shu hayotda yashayapmiz. Ya'ni yillar davomida Toshkentda yo Samarqandda hech kim bir-birini tanimaydi. Shu davrga kelib qolyapmiz biz. Nima uchun? Individuum hayot oldinga chiqyapti. Ya'ni kollektiv hayot, bir-biriga yordam, birdamlik, solidarnost, og'aynichilik, silai rahm yo'qolib ketyapti. Individuum hayot, ya'ni men o'zim ustimda ishlashim kerak, men o'zimga javobgar, o'zimga mas'uliyat his qilgan holda mana shu narsa ketyapti. Demak, ma'rifat haqiqatdan bu narsa, ya'ni kerak. Ikkinchi masala, masalan, o'sha raqamli dunyoda yashayapmiz. Qarang, biz hozir xususiy universitet kerakmi? Davlat universiteti muammolari nima? 3 yillik ta'lim bo'lsinmi, 4 yillik ta'lim degan bahslarni olib boradigan bir vaqtda 2030-yilga borib an'anaviy shakldagi universitetlar yo'qolib ketadi. Ya'ni to'rtta devor, stol yo'qoladi. Ya'ni biz universitetlarni xuddi bir mana Yandex applikatsiyasi bor, yo har bir telefonimizda turli xil applikatsiyalar bor. Ya'ni universitetlar applikatsiyaga aylanadi. Siz o'sha applikatsiyaga masalan shunday bosganingizda, masalan, oddiy qo'shiq Spotify bu qo'shiq eshitasiz. Shunday bosganingizda-ki, bu taxminlar aytilyapti, bular bo'ladi bular. Ya'ni o'sha sun'iy intellekt sizni ichki ruhiyatingiz, qaysi karyerani istaysiz, ko'nikmalaringizdan chiqqan holda sizga yo'nalishni tavsiya etadi va qaysi universitet shuni ham tavsiya etadi, o'quv rejalari chiqib keladi sizga. Tasavvur qiling. Ya'ni men aytmoqchimanki, biz hozir katta tahdid ostonasida turibmiz. Millionlab insonlar ishsiz qoladi. Chunki sun'iy intellekt shu darajada kirib kelyaptiki, men bitta sizga bir statistikani aytaman. Juda yangi statistika. 2024 mart oyida CNN dunyoning tan olingan mass medialarda 2000 ta top menejerlar, 800 ta kompaniya, 8 ta davlatni qamrab oladi. Rivojlangan Kanada, Angliya, Amerika, Shvetsiya. Va 2000 ta top menejer orasida prosta so'rovnoma o'tkazadi. Kelajakni qanday ko'ryapsiz deb. Qarang. Taxminlarga ko'ra 300 million inson ishini yo'qotadi. Ya'ni bu oldimizdagi 5 yil, most 6 yil. Va ular aytayaptiki, o'sha 2000 kishidan top menejerlar, bular rukovodящий sostav 50% aytayaptiki, biz ishchilarni javob bera olmasa ishdan haydaymiz deyapti. Bor yo'g'i 4 dan 1, ya'ni 25% aytayapti, biz deydi, loyalnost biz uchun muhim, ishchilarimizni qayta tarbiyani o'qitamiz deyapti sun'iy intellektga. Men nima demoqchiman? Aslida biz xususiy davlat farqi yo'q. Biz ochadigan va bu yil qabul qildik 200 mingga yaqin talaba va 250 ming. Raqamlar muhim. Ajabo biz ularni 4 yildan keyin qolib ketadigan yo'nalishlarga ham qabul qildik. Bular ertaga 4 yildan keyin xususiylar davlat farqi yo'q. Bular bitirsa, bular qayerda ishlaydi? Ya'ni biz afsuski davlat va xususiy universitetlar bugungi ehtiyojdan kelib chiqqan holda qabul qildik va bu jinoyat hisoblanadi. Chunki rektor degan shaxs Amerikada tadbirkordir. Qarang, u ko'proq universitetga pul tushirish bilan bog'liq ishlarni qiladi. Pul tushirish deganda ilm-fan, genetika, tadqiqot va kelajak yo'nalishlarini ochish. Ya'ni 4 yildan keyin shunaqa yo'nalishga yaqin kasblar chiqadi va unga qabulni boshlaydi. Qarang. Shunday yangi yo'nalishlar chiqqandan kadrni yetkazib beradi. Biz ajabo, ya'ni men ba'zan o'ylanib qolaman, ya'ni biz bu kriminal desak ham bo'ladi, buni ya'ni bila turib talabalarni yopilib ketadigan yo'nalishlarga. O'zbekistonda agar men bilmadim, ya'ni dunyo bo'ylab o'sha rivojlanayotgan davlatlarning 80% yoshlari umidsiz. Qarang, umidsiz inson eng katta tahdid. Ya'ni umidsiz yoshlar bu terrorizmdan ham tahdidi katta. O'sha narkotikadan ham tahdidi katta. Chunki bular har turli ish qilishi mumkin. Ya'ni umidsiz yoshlar, e'tibor berdingizmi? O suitsid juda ko'paygan yoshlar orasida. Juda katta. Ya'ni 10 yil oldin bu narsa biz ishonmasdik. Borug'i ruhiy kasal yo bir qarzi bor inson qilardi.
Hozir har 3-yosh qarzi bor nimadandir. Qarang, bular umidsiz, bularga tarbiya zaif, ta'lim zaif. Ular kelajakka ishonmayapti. Kelajak qanday bo'ladi? Buni agar universitet ko'rsata olmasa, universitetlar siz aytgandek nagruzkasini to'ldirdi, bo'shatib ketdi. Darsini beradi, ketadi. 4 yildan keyin bular bitirgandan keyin ajabo qayerda ishlaydi bular? Ya'ni o'sha kasb, o'sha yo'nalishlar qolmasa agar, lekin 4 yil domla aytdilar, domlar iqtidorli inson ekan. Ya'ni o'zbek tili adabiyotini bitirib, mana necha yillar professional jurnalist. Bu degani emas, 37 million inson shu darajada ketadi. Bular qayerda ishlaydi bular? Shuning uchun qarang, Angliya, Amerikalarda qiziq kafedralar uzun nomlari bor. Chunki 4-5 ta kafedra birlashib ketgan. Rektor chaqiradi, kafedra mudirini aytadi. Uzr deydi, siz Nobel mukofotiga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin sizning yo'nalishingiz o'lik hisoblanadi. Men unga pul tika olmayman deydi. Hali birga kafedralar birlashinglar deydi. Va ular imkon qadar rektorlar kelajak kasblariga moslashadi. Biz hozir yo'qoladigan kasblarga qabulni qildik 2024 da, afsuski. Qo'shimcha qiling, siz amaliyotchi sifatida amaliy fanlar universitetida sizda masalan qanday yo'nalishlar bor? Kelajak kasblari bormi acaba? Ya'ni kelajak kasblari nimadan iborat? Buni analizini qiladigan bir mexanizm bormi masalan? Siz masalan ijtimoiy fanlardan ham iqtisodiy foyda, ijtimoiy fanlar ham aslida iqtisodiy foyda keltiradigan fan ekanligini hozir ko'pchilikda qotib qo'ygan qarash bor-ku, ijtimoiy fanlar amaliy fanlardan ko'ra. Shuni isbotlab kelayotgan, masalan, ko'tarib kelayotgan olimsiz masalan. Hozir qanday zamonaviy endi azamat zamonga moslashgan yo'nalishlar? Kelajak fanlari, ayniqsa amaliy ahamiyatga molik bo'lgan fan yo'nalishlarini, ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish albatta baribir men o'sha gapga kelaveraman, o'sha ijtimoiy psixologiya monelik qilib turar ekan, bir yangiliklarni ro'yobga chiqarish qiyin kechadi. Masalan, deylik bugungi kunda mana lingvistikada, mana neyrolingvistika eng ilg'or avangard yo'nalish sifatida. Buni shaxsni psixologiyasini til bilan bog'lab o'rganish, hatto uning fikrini anglash yoki bo'lmasa sun'iy intellekt masalasini olaylik. Deylik, agar biz bugun robotlarni o'zbek tilida gapiradigan qilmas ekanmiz, ertaga robotlar butun bozorlarni egallab olgandan keyin hech bir robot o'zbek tiliga ehtiyoj sezmaydi. Shunday ham bozorda egallab olgan bo'ladi. Ana shuning uchun bugungi kunda o'zbek tilini sun'iy intellekt uchun modellashtiruvchi bir yo'nalishlarga alohida e'tibor, urg'u berilishi kerak. Deylik, masalan, deylik neyrolingvistika magistratura yo'nalishi yoki bo'lmasa lingvistik ekspertiza, mana sun'iy intellekt asosida lingvistik ekspertiza qilish yo'nalishlari alohida magistratura bo'lib shakllanishi kerak. Endi nodavlat universitetlar o'zi xohlagan yo'nalishlarni shakllantirib, o'zlari xohlagan yo'nalishlarni ocha olmaydi. Va albatta o'sha davlat tomonidan belgilab berilgan kasblar klassifikatori bor, ta'lim, bilim sohalari klassifikatorlari bor. Undan chiqib ketib bo'lmaydi. Bizda masalan hozir o'sha neyrolingvistika yo'nalishini ochishdan ko'ra matnshunoslik yo'nalishini ochaman desa, unga ish osonroq kechadi, hamma qo'llab-quvvatlaydi. Mana bizda prikladnaya filologiya yo'nalishini ochgandik, 2 marta qabul qildik. 3-yil o'sha yopildi. Nega? Jamiyatda bunga ehtiyoj yo'q. Bugun ehtiyoj yo'q, men aytdim. Bugun ehtiyoj yo'q, ertaga endi bo'ladi ehtiyoj. Chunki butun dunyoda qarang, qayerda kompyuter lingvistikasi bo'ldi, o'sha yerda prikladnaya filologiya bor. Bu juda katta ahamiyatga ega deb, masalan, buni o'sha klassifikatorga ham kiritishimiz juda qiyin bo'ldi. Mehnat klassifikatoriga, kasblar klassifikatoriga kiritganimizcha yo'nalishlarimiz allaqachon yopildi. Deylik, o'sha ta'lim, biz xohlaymizmi, insoniyat bor ekan, ta'lim bor. Ana shu sun'iy intellekt asosida ta'lim beruvchi yo'nalishlar shakllanishi kerak. Xohlaysizmi, yo'qmi? Bugungi kunda sun'iy intellekt kalkulyator bilan bir xil vazifani bajaradi. Undan foydalanish hech qanday aybi yo'q.
kalkulyator bir vaqtlar aytishardi. Endi chiqqan paytda endi odamlar kallasi ishlamay qoladi, fikrlamay qoladi, hammasi kalkulyatorga o'tib ketdi deb. Bugungi kunda kalkulyatorsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Hozir shuningdek, sun'iy intellekt bilan o'qituvchi ham, olim ham hamma ishlay olishi kerak. Yo'nalishlarning barchasi shunga qaratilishi kerak. Mana Yevropa mamlakatlarida biz o'sha savollarni berganmizki, talabalarning sun'iy intellektdan foydalanish masalasi qanday? Sun'iy intellektdan qanday foydalanishini biz belgilab beramiz deydi. Chunki u sun'iy intellektga o'zining kreatsiyasi bilan, ijodiy yondashuvi bilan munosabati bo'lmasa, u yerda antipлагет buni chiqarib beradi. Agar o'zining ijodiy yondashuvi asosida savollar qo'ya olgan bo'lsa, biz uni aniqlay olamiz deydi. Ana shunda endi yangi istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash jamiyatning taraqqiyot darajasi bilan ham bog'liq. Biz rivojlanayotgan mamlakat sifatida biz bugungi iqtisodiyotimizni o'ylaydigan mamlakatimiz, boshqa ilojimiz ham yo'q. Endi inshaalloh kelajakda albatta biz butun dunyo hamjamiyatidan ajralib qolmaymiz. Ular bilan baravar yurmasak-da ularga ergasha olamiz. Va ta'limimiz ham, ilmning kelajagi ham shunga qaratiladi. Biz ham umid qilamiz shundan. Bugungi mavzuni maqsadi bu xususiy universitetlarni, umuman nodavlat universitetlarni yomonlash yoki ularni faoliyatini ochiqcha tanqid qilish emas. Shunchaki biz ularga taklif berdik. Qabul qilish, qabul qilmaslik albatta ularning o'zini xohishi. Va sizlarning ham bu boradagi fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Biz bugungi podkastimizni yakunlaymiz va keyingi podkastlarimizda aynan qaysi mavzularda bo'lishini xohlasangiz, buni ham izohlarda yozib qoldiring. Biz bugungi mutaxassislarimizga rahmat aytamiz, vaqt ajratib kelishgani va qimmatli fikrlarini bizdan ayamaganliklari uchun. Hammaga rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.